Jamoa yangiliklari. Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi Chinobod mahallasi hamkorligida onlayn tanlovga start berildi. Jamoa a'zosi Ahrolov Umar bo'lib o'tgan mashg'ulotda o'zining aniq zarbasi bilan eng yaxshi ishtirokchi sifatida ajralib turdi. Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi YouTube kanali obunachilari 4000 taga yetdi. Abduhamidov jamoasining rasmiy veb sayti ishga tushirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, endilikda barcha yangiliklar, musobaqalar, foto va video lavhalar hamda jamoamizga oid barcha ma'lumotlarni rasmiy veb saytimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Jamoa murabbiyi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha o'z tavsiyasini berdi. Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi Happy Stars Kindergarten bog'chasidagi faoliyatini yakunladi. Abduhamidov jamoasi faol sportchilaridan biri bo'lgan Ergashev Ziyodulla Erkin o'g'li Anvar sayohatchi Telegram kanali asoschisi bilan ijodiy sayohat qildi. Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barchani tabriklaydi. Bizda hozircha shular, keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.